Aradan xeyli vaqtlar o'tib ketdi. Mishtaxunkam İman Xacamga maslahat sep bo'lamadimi yoki Nurinsonning og'ziga teqchi qarayotamdi. Ish qilib 3-4 qitimli qiz so'roqlarda yana shu javoblarni berib yondirayverdi. Dadammo mana bo'p qola, ana unab qola deb og'zimni tatliq qilib yurayverdi. Keyin uqsaq Mishtaxunkam bilan İman Xacamning qizini menga bagisi yo'q ekan. Nurinsa bo'lsa menga tegishda ching turg'achqa bular qarorda birlik kelamay vaqtni so'zgan gapgan. Bermaymiz deydisa, elimi sarangliqni yetki chiqib turgan qizining bir ish chiqarib qo'yishdan ansirganga. Berayli deydisa, yoshlikdagi adovat, qiyrilgandagi o'shmanlikning qo'qaslari yurkidan ketmaganga. Shuning bilan ozroq vaqt o'tsa qizining sarangliqqa o'ngishilib qolarmikin deb qarab beqish niyatida javobni keyinga surayvergan ekan. Shuninggacha Nurinsa ikkimizmi jigitida uchrashib, gap so'zlar bo'lsa deyishib turdik. Ish qilib hamon to'y qilamiz degan iddia edik. Barbara ko'rishib yurganimizni butun mahalladagilar bilib ketdi. Hatto hech qancha yangilik tuyulmaydigan bir holatga o'tdi. Nurinsa onasining yepqa o'tkazib qo'ygan char meg'izlarini balalarga berishga o'zi yeyish ko'z qiymay, et ayollar uchun deb tiqib qo'ygan badam yong'oq, gulqoqlarni ep chiqib menga beradi. Biz oqshomlari ko'rishib, uylarimizda nemish bor xabarlashib turardik. O'g'il balachilikda Nurinsaning uyida Mishtaxunkamdan boshqalari hammasi ayol kishi bo'lg'achqa, etiz ishlarining g'ol vaqtlarida ularning ishlariga qarashib beradigan bo'ldi. Başta Mishtaxunkam unimidi. Dadam qiyinlik qilib beri va ishning yo'li shu deb o'rgatgandan keyin bu ishma aplashdi. Shu bahonada Nurinsani ko'proq ko'rib oldim. Hamda bo'g'is qiynanlarimga yaxshi bo'lib olibdi. Har nim degan bilan ularni sal-pal yumshidi. Birli yeri men etizga chiqib ular bilan ishlaganda Zaynab hargiz chiqmaydi. Toki ish tugab uyga qaytqichlikmi uni ko'ramaydim. Bu tarafi ko'nglimni g'ash qiladi. Agar Nurinsa bilan to'g'ib qolsam tuqqan bo'lamiz. Shu chaqda mushundaq ta'til qarammi deb ansiraydim. Cho'ng bo'lsam-mu falokatlikimni tashlayolmadim. Ba'zida qilgan ishlarimda ovarchilik terib yurib, ularning ko'ziga sat ko'rinib qoldim. Dadam hadisi ish o'gitib ovar edi. Bir kuni ko'nglimning yaxshiligi chiqib ketib, Mishtaxunkamlarning bir tarafi ajrab ketib, maymoq bo'lib qolgan pag'izni o'ngshab beraman deb ularning o'g'isiga chiqdim. Pag'iz ig'ilg'i yanda selingan samonliqning o'g'isiga o'rinlashtirilgan bo'lg'achqa shu yerga chiqishga to'g'ri keldi. So'qma laytamliq bu samonliqning o'g'isini ustini shamol ushirib ketmaslik uchun mundaq yeyib qo'yganligini nadim bili. O'g'izga chiqqanimni bilaman. Shundaqla dasishim bilan yertiq tag'ardan chamg'ur to'kilgandek samonliq tushib ketdi. Eng chataq bo'g'ini bu o'ydagi samonliqni qo'lib silib qo'ygan bo'g'achqa teshik chiqmadi. Varqirab baqdim. Ishni mushlab chaqirib baqdim. Boy tushgan yerimdan o'g'izga yamishib baqdim. Üstü beşimga saman to'kilib, asl tilli vayronni turqim, texmi vayron bo'lib ketgandan boshqa foyda bo'lmadi. Hech amal qilolmay kashkirshini, mao chashqan to'shkigimi qulib serishdan yonmaydigan janobiy qiynatam, yoki shuning avlodlaridan birasining kelib, meni chiqarilishini saqlashga to'g'ri keldi. Shu chaqcha eski samonliqda to'nlab titrab, kochqulga tushgan mushukdek jaqildab o'ltirdi. Yana bir kuni uyning oldiga org'amchi tortib olib, kiriyotgan İman Xacamning yenidan o'tib qoldi. Qarasam, keyin tarafga yeyib qo'yilgan bir dona tambal org'amchidan tushib ketganmi, ishqilib to'pig'i milinib, loy bo'lib yerda turibdi. Men ishimni qilib yo'limga mangsam bo'ladigan nima? Yaxshi ko'nglim bilan İman Xacha tambal tushib ketibdi debdim. Nima? Dedi u gapimni anqiramagandek ko'zini chimchiqlatib qarab. O chaqda uning unchigina to'tligini men nadim bilay. Tambalingiz tushib ketibdi dedim. Avu tambal. Men yerda turgan tambalini ishorat qilib ko'rsatib bo'g'icha u peshputlarga yo'g'ishib turgan uzun ko'ynikining etkini qayirib kiyib tambaliga qaradi va tambali beg'ig'icha tutib tekshirib baqdi. Qarmoqi İman Xacam jiddiylashib qolgandek turibdi. Mening boyqi gaplarimni anglab, İman Xacamning qiliqlarini ko'rib turgan bir necha qo'shnimiz paraqqa kirishib ketdi. Buni ko'rib İman Xacamning arvoyi ustida shu yerda menga til soldi. Yo'qlamang zinosiydik aramliq. Biz maragan mushukdek ishigining tubidan ketolmaysizmi? Qo'qbam sen toz o'yimning atrofida odam degan shunchilikni qilin bo'lgan bormi? Ey, la'nat ishim. Ey, odam degan ozroq qizlar tatishni bilgilik deymi? Shuncha vaqtdan beri biz bir oylikni ahmoqligini yetmagandek. Endi bugun meni ahmoq otamsa, u mehnat la'nati oramdan bo'lgan shum, gap qila. Uyimizdan keyindan bir quchoq o'tin ko'tarib kirgan onam İman Xacamning bu gaplarini aniq anglagan. Men zo'rg'a chidigan bilan onam bu gaplarga faqatla chidayolmadi. Shu zamatli İman Xacamga gap yandirdi. Yey, gap qilmasa ne 5 kun tatib qolgandek oqchi ko'ktab tilab ketil İmanxon. Zinnadan bo'lganligini siz bilatganlarda, donispat topganda qarab turganda, og'izlarini chayqatib gap qilslar, o'ltirib qolgan monqillarni elib beraylik dedik. Shuncha man ketdimi? Nimlarga nim yetmay, sat gap bilan tillaylar mening balamni.
Her işning hisobi bor, Imonxon. Mening bolamning shuncha vaqtdan beri sizga kuyov bo'lim deb qilmaganlar qolmadi. Oldida qilib solgan qaysi gunohiga shuncha to'qislab qapoqlarni ochmaydilar. Olmagan manqillarni kimga bersi bermaslar. Men undaq manqishlarni o'g'limga etbermayman toza. Men kötümni yaratmay bosirib o'ltirman. Kötüm meni yaratmay o'sirib o'ltirdi degandek ajab baholar yo'g'ankan ha? Osmondan tushgan ko'kmonjoq emasmi sizlar? Bilimiz Imonxon hammalarni. Gap qilmasa bozakchaqlaydigan maha. Qo'shnilar tushma-tushdan kelib onamni bazlab bizning uyga akirib ketishdi. Imonxocham onamning gaplariga chidamadimi? Texi yeyib bo'lamagan kirlarni das bilan ko'tarib yig'lamsirgan peti oldirib o'ylasiga kirib ketdi. Uning og'zining to'xtamay mitildishidan onamni yoki meni ichida qarg'ab tinglayotganligi bilinib turardi. Shu kuni kechda onam Nurinsani ip bermayman. Ashi Imonekning oldida bo'lsa-mu chekib tanlab turib Parizatda qiz ip bermisan deb kechdan bo'g'icha qaynab kayib chiqdi. Dadamning tasalli berib gap yasashlari, mening chiroyli gap qilib ko'ngil qo'yishlarim onamga kar qiladiganday qilmaydi. Ish qilib ko'nglim bakla g'ash bo'ldi. Bu ishlarning bundaq o'sal ahvolga kelib qolishini faqatla o'ylamagan ekanman. Ats osh vaqtidan sal oshganda kirsinchida qisaladığanga pilik ishib o'ltirsam, qo'tandan mo'zay chiqqandekla ishni daraxtib ochgan petim Nurinsa kirib kelyapmandi. Alpazi qarsam, chilish maydoniga mangan jammozdek ko'rinib ketdi. Dadam bilan onam un tatqili tugmanga, eni singillari maktab ketgan edi. Uyda yolg'iz bo'lg'achqa bir kun kirib qolsa, gap deb qolarmi deb o'tiribni o'ylab ketibdiman. Nurinsa kirgan peti urdigandek ta'zida udlimga keldi va tishlarini g'o'chirlatib turib so'radi. Gap qila, men olamsa yo'q. Olay dedim qo'shu. Nima bo'ldi? Nima bundaq? Uning alpazidan qo'rqib tilim kalvalashishga boshladi. Anglashimcha, onam meni san elib bermaymiz. Tunugun kechib bo'lgan ishlarni uqdim. Onamdan o'tib ketgan yeri bor ekan. Bizning uydimi oqshomdan beri jidal. Mening onammi meni san bermaslikning jidalda ching turib oldi. Sen boshda meni cho'qib olman degan bo'lg'achqa, san ishinib, uydagilar bilan qarshib kelyapman. Onam meni san bermaymiz. Belmigini bir kerekini. Hozir chiqib, bizning uyning keyindagi paxaldevga o't qo'yibman. Esingda bo'lsin, Yasin. Sana tekkin. Esingda bo'lsin. Nurinsa deydiganlarim deb bo'lib, bo'g'izqaladek paloqshig'inicha kelansizli menib chiqib ketdi. Keyindan chiqish uchun o'rnimdan turgan edim. Biroq u ichki sirtiga chiqibla ilgishni ilib qo'ydi. Shuning bilan uy ichiga solinib qoldim. İsmini chaqirib to'lab baxtim. Meni chiqarib deb o'zini baxtim. Lekin u xuddi quloqdan ketgandek parvomi qilmasdan ishikni yiroqlab ketdi. Uning oyoq tevishi bara-bara yiroqlab anglanmay qolgandan keyin sirtdagi ishikning g'ij qilgan ovozi bilan tang bizning uyga tava bo'lgan barliq un tevishdan g'oyib bo'ldi. Ichida ishki osh pishim vaqtni tezda o'tkazdim. Sirtga chiqqim kelib chidamagan sira dadam bilan onamni xuddi tugmanda o'ynab qolgandek hech kelay demaydi. Ishikning ilg'ichi bilan hapilishib qilmaganlarim qolmadi. Dadam etgan ilg'ishda o'zidek ching puxta etmay qolamadi. Mening hapilashganimga ichiladigan nemini uyimning ilg'ichi deb yurmaydi-da dadam. Qandaqlik qilsam, mushishdan bir chiqalasam bo'ladi. Bir chaqda bizning ho'ylining oldidimi yoki yan qo'shnimizning ho'ylisidimi aytavr bir muncha kishilarning oldi to'plan ko'tarib, "Tez bo'linglar, tez!" deganda qilishgan g'avg'alari anglashga boshladi. Buning bilan sirtga chiqish istikim texmi kuchayib, taladagi patparaqchilikni o'z ko'zimdan ko'rgim kelib ketdi. To'yg'imning bir yerlari Nurinsa terigan balo deb bishorat berib turardi. Ya'ni ishq ulg'ichi bilan hapilishishga boshladim. Xili hapilishgan bo'lsam-mu hech unimi bo'lmadi. Oxir bo'lmay ichkarki qoznoq uydan bir tag'ar qo'noqni yurib chiqib, g'uva yo'riq tushirib turgan to'nglikning udilib qo'ydimda, qo'noq ustiga chiqib to'ngligi esildi. Biroq qo'lim yetmadi. U yoq bu yoqqa qarsam qo'noq ustiga qo'yg'idek hech nima yo'q. Bir kamda ko'zim atigan o'zim apkash bilan eriqdan suv akirgan chilak kuchishdi. Suvni to'kay desam to'kkidek boshqa narsam yo'q ekan. Qozonga va xemir yug'urdigan tangliga to'kib chilakni bekorlab, bir tag'ar qo'noqning ustiga dumkim turib, ondan pam bilan ustiga chiqib to'nglikni yamashdim. Necha esilib yamishib, oran deganda to'nglik eg'iziga yipilgan yaltiroq bilan g'alvir qasqinini elib o'tib, to'nglikdan yamishib o'g'ziga chiqdim. Qarsam Mishtaxin kamlarning uyining keyindan qo'yiq is ko'tarilib, havoda to'lg'ishib o'ynag'il turibdi. Mahalladagi ko'p sonli qo'shnilar shu tarafda bir ishlar bilan avora. Birlari chilaklarda eriqdan suv to'ssa, birlari o't ko'yayotgan paxal dösi bilan o't tutishga ulgurmagan paxal dösini ayirib, paxal yetkash bilan avor edi. Allah dedim ichimda. Bu nima karomat endi? Peshonamdan sovuqlar chiqib ketdi. Turib Nurinsadan qo'rqdim.
Bu shundoq hech nimadan qo'rqmaydigan erkak mijoz qiz bola bilan to'y qilsam, keyin men uni xotin qilib o'ltirmoq yo'q. U meni xotin qilib o'ltirsa, u chaqda qanday qilaman? Bu xiyol kallamga kelish bilan tang cho'chib ketdi. Xuddi Nurinsa havoda laylab kelib menga chaplashib olgandek bilinib, ixtiyorsiz keynimga dojibdiman. O'zimni sezmayla keynimga paloq qilib tushdim. So'g'uq targa cho'milib, Nurinsaning xiyoli soyasidan qo'rqib o'ltirsam, dadamning ovozi anglandi. Ayol o'tmay shotidan yamishib, dadam orqadan onam o'g'ziga chiqdi. Ular uyga kirib, to'nlik ostidagi narsalarni ko'rib, bir ish bo'lganligini fahmlagan bo'lsa kerak, oldirabla chiqish qilishgan. Men bo'lgan ishlarni onam bilan dadamga deb berdim. Ularning Nurinsaning bu qilg'inidan hayron bo'lishib, tova deb kelishdi. Tova bilan ishtigusiga bo'g'in edi. Lekin dadam bo'lgan ishlarni mijdohlarning quliqiga yetkazib qo'yayli, bo'lmasa seni yana ish o'gatdi deb yomon biladi deb turib oldi. Qana qilatdim. Alay deb qo'ygan gunoh o'zimda bo'lgandan keyin chidamay bo'lmadi. Shu kuni kechda dadamning oldiga tushib, yuvoshlik bilan Mijdoxonkamning eshik oldiga bordim. Zaynab orqali Mijdoxonkamni eshik tuyiga chaqirtib chiqdik va Nurinsaning atigan bizning uyga kirib, nimalarni deb qo'yib chiqib ketganligini to'liq bilan so'zlab berdi. Mijdoxonkamning kayfiyati joyida emas edi. Albatta, qizi paxalliqqa o't qo'yib deb, ba'zan shuningga ba bo'lmasa mushunda qilaman deb ko'ziga ko'rsatib ishtirib yursa qandoqlarda xafa bo'lmaydi. Ammo bu odam qizlarga shu qadar amroqki, olqining tarat qilib qo'ysimi, ochiqlanmay o'tkazitdimdikin deyman. Shu kecha tong otqicha zodla uxlayolmadim. Nurinsani zot olayman, olmayman. Bundoq beshamligi, ochiqning yomonligi, qo'rqmaslik bilan qo'lidan har bola ketdi. Keyincha onchi-muncha gap tegishib qolsak, onam bilan dadam tegishib qolganda, onam jim turib, yig'lab dardini ko'zidan olganda kishilar qo'lidan kelmagan. Mendan burib mush ko'chirib, urib dassab, yotqizib qo'ysa, bu erkakchilikda yuzimni nega qo'yaman? Xotinga tayoq yeydi degan atoq kelishdan, qandoq bo'lib uning ko'nglini tushib qolgan bo'g'aydi deyman. Bugungo sana bamiz mushunda qilaman deb o'zining paxalliqiga o't qo'ydi. Bir chaqlar kelib, sizgan siqimgacha mangmasang, mushunda qilaman deb bizning uyga o't qo'yibsa, tos qopdi-ku meni qarbas qilay. Shuningdan tartib necha kungacha Nurinsag'imi, Mijdoxonkamlarg'imi ko'rinmadi. Bo'lsa bizning uydagilarga ko'rmagim yo'q edi. Lekin buningga imkon bo'lmadi. Biroq to'yga qo'pimiz deb kelishidan, Mijdoxonkamlarning qiz so'roqqa ma'qul deb kelishidan asiraydi. Shuncha uzun kuyib olaman deb niyat qilib yurgan bo'lsam-mu, hozir kelganda Nurinsaning bu qadar qorong'uligini ko'rib, rostla qo'rqdim. Onamning qaysi kuni imoni qachon bilan xirildishib qolgan ishni bahona qilib, paltang bo'z o'tinkanmi, o'g'ling bo'z xotinkanmi deb bir gapni ko'tarib chiqdi. Hamda Nurinsani erishimga qarshi ekanligini aytib tashlab oldi. Bumi bir hisob yaxshi bo'ldi. Qizni bamisa mayli. Shu bahonada men bu qaram erkak zada qizni tutlay. Oradan hafta o'tdi. Bir kun kechda kirsinchiroq yo'rqada o'tik maqlab o'ltirsam, odam eshikdan oldirashla kirib keldi. Va Mijdoxonkam bilan ko'rishganligini, Nurinsa ikkimizning to'yga rozilik berganligini aytib, yijib ketibdi. Buni anglab, menimdan tutun chiqib ketdi. Ammaslikning qozonini u yoqdan esib bo'g'icha, bu yoqdan qizim tutqizib qo'yib kelib ketganini qarmamdigan. Dadamga ko'zimning paxtasini chiqarib, biroz qarab turdim va shundoq dedim. Dada, men Nurinsani olmaymiki? Nima bo'ldi? Dedi dadam. Diringadi cho'chib. Shuningdan boshqani olmayman deb bek nochilik qilyapsang ya? Endi nima bo'ldi? Shu ishnimigo bo'lmadim. Shu olmaymiki deb shu. Tova, ma bolani. Bir chaqlarda qizni bermasa, bermadi deb xafa bo'ldim. Ari kunda 6 qatim qatirg'il salsa. Endi bir chiroyli ma'qul deganda nima jin tepgandek aljoqlik qildimi avo? Dedi dadam sal terkib. Voy bo'pti, olmasin, undaq pitlashmoqini. Balamg'ichi qiz ol deganni chekib tanlab, o'zim ep beraman. Dedi onamni oldirab tinib. Voy gapga lo'qisam aytchim tura. Dedi dadam onamga chichilib. Men bu yerda ishni qarashtira olmay avar tursam, xiyolingda yo'q gapni qildi kelsa. Buni Bayxo'jamning o'ylagarini deb baxmisin bu aval. Chek bosmiga desa, ko'rsatmasa, unmayman men ish qilib. Men Nurinsadan qo'rqib qoldim. Qara dada, bu qiz bek qaramkan. Uydagilar menga bermaganga qiydab o'zining paxalligiga o't qo'yibsa, keyin ancha-muncha takallishib qolgandek bo'lsak, bizning uyga o't qo'yishdan yonmag'idek. Shunga voy tova, shundaqmi qilarmi? Dadam bilan onam bu gapimdan lassida bo'lib kelishdi. Shunday qilib bu masalaning zodi bir o'ylashmasak bo'lmaydigan jiddiy ahvol ekanligiga ularni ishontirgan edi. Shundaqdimi dadam qiydab men qaramay qo'ydi. Qanday qilsang o'zing qaror chiqarish. To'y qilamiz desang, to'yni qilib qo'ymiz. To'y qilmaymiz desang, uni anglarmi? Shundaq debla menga tashlab qo'ydi. Nurinsadan o'zimni qochirib yurgan kunlarning birida eshak qarovliq ketib qolsam, naq o'zi oldimda to'sdi.
Nima qilishimni bilmay, ijaygan peti harvidan tushdi. Mendan o'zingni qochirding. Nima ish qilsa qilsa? degan savollarga ig'i bilan beg'i yo'qli bir gaplar bilan javob qaytarib kulib turardi. Lekin u ko'nglimdagini bilib qolgandek, Bizga qachon dasqa kelsizlar? Seni deb shuncha nomus chidab, tavakkul qilgan kuchliq, yuzini yo'riq qilmasang bo'lmaydi, juma. deb turib oldi. Gap bu yerga kelganda ortiq bahona topolmadim. Nuronsa, biz to'y qilmaylikmi? dedim qizirib qatirib turib uning ko'zidan ko'zlarimni qochirib. Nimishqa? Nuronsaning ko'zlari joyidan chiqib ketgudek chekchaydi. Men bo'lsa, bizni etkilab qo'shib bo'ldi-ku. O'g'o shu, lekin men qara, biz sal oldirab qoldikmi deb qoldim. Bir mezgil o'tsin. Hech bo'lmasa yoz taraflarda ondan Sana bir kim gap gatdimi? Ona olmatamdi ya. Bas gap qilaversin. Sana tegman deb shuncha izoga o'rnimiz qarmay, qilmagan gunohni ustimga oldim. Uyimdiklar meni oz dush qildimidi, oz urib tillamidi. Peshonam yeganlarim ozmi? Endi bo'lganda men taqsir chiqirib qo'yib olmayman desam, men yuzimni qandoq ko'tarib yurayman? bu gaplarni anglab suvonim tutildi. Uning deganlari rost edi. Demisimi u meni deb xeyli badal to'lab ketdi. Lekin buni deb tavakkul qilsam bo'lmaydi. O'tning xatarlik ishkanligini bilib turib tutsam, qo'limni ko'ydirib olmamdiman. Gap qila. Tilini qog'ozlanmaganda? Nuronsaning voqirashlari bilan xiyolim uzildi. Qarmoq u bekli toqatsizlanib ketgandek turibdi. Ko'z jiyikida lag'irlab qolgan ikki tomchi yosh hozir domlab tushishga tayyor turibdi. Uning bu holiga qarab ichim og'rib qoldi. Qandaqli bo'lmasin, bir javob bermasam bo'lmaydiganligini his qildim. Men shu sen bilan to'y qilamqidekman qara, dedim oxiri g'ayratga kelib. Qarasam sen bek qaramkansan. O'g'il bolalar qilishdan qo'rqadigan ishlarni qilaman deb qilib yursang, men sendan qo'rqdim. Sen bilan to'y qilishga jur'at qilamadim. Kechirgin Nuronsa, o'zing loyiq biras bilan to'y qilib baxtingni tepib ol. Gapimni tugitibla eshak karvonni haydab ketib qoldim. Taki ho'yliq kirgicha keynimga qaramadim. U meni chaqirmadi. Bu ishni mushundaq hal bo'ldi deb o'yladim. 2 kundan keyin apkashni so'ylab ketib olsam, ota-oyta meni saqlab turganmi qandaq Nuronsa uchrab qoldi. Va kechda jigida to'yga chiqishimni toplab qo'yib, ma'qul bo'lish bo'lmasligini kutmay yo'lga ravon bo'ldi. Yo'q deyishga ulgurmagan ekanman, u degan yerga chiqishim kerak edi. Agar chiqmasam, at qopib bizning uyga o't qo'yvas qanday qilaman? O'zim xolamay qo'rqib tursammi, Nuronsaning qaramliqining suri eg'ir kelib, bo'ynimdan bog'lagandek qilib, jigida to'yga chiqdim. Atrofga gugum yeyilishga boshlagan edi. Atrofda insijin yo'q, bir xil vahimelik edi. Bu ya odatda mushunaq surlik bo'lg'achqa bak eranishib ketmadi. Jigdi to'yga yaqin kelib Nurunsani ko'rdim va ayminib qilib yeniga bordim. Nimanchi kech qolsan? Dedi u meni ko'rib so'rab qo'ydi. Qo'ylarga alab etib bo'g'icha kech bo'lib qopti. Chiqdim-ku mana. Nima gapim bor edi? Tezda onam izlab qoldi. Rajab ilgari izlab qolmaydi ya u onam. Dedi u ko'zimning ichiga qarab. Qiz bo'ltirib, men chiqimda undoq demsam, sana nima qo'ydi bu yuztavallikni? Sende bir gap bor. Ya boshqa buni ko'zlab qolding. Ya bo'lmasa uyingdagilar Nurunsani olmaysan deb qo'rqitgan gap. Bugun zot ochiq gapingni qil. Sana nima bo'ldi? Men bilan zot to'y qilamsan, qilmamsan? Endi Nurunsa, men sening shu qaramliqingdan qo'rqib qoldim. Seni rostla olamg'idekman. Keyin bir gap tortishib qolsaqmi, yili uyga, yili paxalliqqa o't qo'yg'il tursang, ish qilib men qo'rqaman. Ochig'im bekaman ekan. Sen bilan xotirjam bir uy kiramligidekman. Shunga men Demak, sabab mushu shundaqmi? Men bilan rostla to'y qilmamsan? Xafa bo'lmagan. Bo'pti amsa, o'zingga qilding. Mendan yomonlama. Qizlar, qani chiqinglar. Nuronsaning shundoq deb varqirg'ini bilan osmondan tushdimi, yerdan undimi bilmadim. Yenimizda 4-5 qiz bola paydo bo'libla, kaltak to'qmoqlar bilan meni qor qo'yaq urib ketishdi. Boshda bosh ko'zimni qo'llarim bilan dalda qilib to'silib baqdim. Lekin qizlarning qo'lidagi tayoq to'qmoqlardan yana kelib uzilmay tegayotgan tayoqlardan o'zimni dalda qilish mumkin bo'lmadi. Birisining qo'lidagi kaltakni kuchayib turib tortib oldim. Buni ko'rib bayatdan biri qarab turgan Nurunsami nadimdir bir kaltakni tepib keldida, u hujum qildi. Nurunsaning qo'shlig'ini ko'rgan qizlar teximi qattiq urishga boshladi. Shunda qilib birdamlik vayjon viyaylar bilan atrofni zilzila keltirib varqirab, fuqadan chiqish tayoq yavaldi. Qizlar bir harg'uchi urib darda chiqqandan keyin bez qilib kelishdi. Hoppada toza, to'ydi. Hoppada, deb g'udrashqash nalagadir g'oyib bo'ldi.